Viloyatimizda faoliyat yuritayotgan oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida Janub qalqonlari harbiy vatanparvarlik sport musobaqasining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Unda ta'lim muassasalaridan saralab olingan epchil va chaqqon yigitlar jamoaviy tarzda ishtirok etishdi. Hozir shu haqida. Tadbirda viloyatimizda faoliyat yuritayotgan 6 ta oliy ta'lim muassasasidan jamoalar ishtirok etishdi. Dastlab mas'ullar tomonidan ishtirokchilarga ko'rik-tanlovning maqsadi va vazifalari, baholash mezonlari bo'yicha ma'lumotlar berildi. Shundan so'ng jamoalar amaliy ishlarga kirishib, 5 ta shart bo'yicha o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishdi. Malakali hakamlar ishtirokchilarning harbiy intizomi, chaqqonligi, hamjihatligi va liderlik qobiliyatlarini sinchkovlik bilan kuzatib, baholab borishdi. Harbiy sport musobaqasida Qalqon jamoasi a'zolari o'zlarining shijoati, bilimlari, kuchi bilan faol qatnashib, o'sha o'rinlar belgilandi. Bu tadbirda asosiy ko'zlangan maqsad universitetlar tuzilgan Qalqon jamoalarini yanada jipsligini oshirish, qolaversa vatanga bo'lgan muhabbatini yana yuksaklarga ko'tarishdan iborat. Ko'rik-tanlov qizg'in va murosasiz kechdi. Hakamlar hay'ati xulosasiga ko'ra 3-o'rin Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti jamoasiga, 2-o'rin Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti jamoasiga nasib etgan bo'lsa, faxrli 1-o'rinni Termiz davlat universiteti jamoasi qo'lga kiritdi. Musobaqalar jarayonida tosh ko'tarish, arqon tortish, kuch sinashish, turnika tortinish va yana bir qancha harbiy estafeta o'yinlari bo'lib o'tdi. Tadbirda Termiz davlat universiteti Qalqon jamoatchilik guruhi a'zolari 1-o'rinda oldi. Musobaqa yakunida g'olib jamoalarga tashkilotchilarning diplom va pul mukofotlari topshirildi. Aytish kerakki, bu kabi tadbirlar yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, jismoniy va ruhiy tayyorgarlik darajasini oshirish, jamoaviy harakatlanish ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.